Bu fasonda oversize andozasidan foydalandim. Men sizga hozir buni qanday qilib tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Oversize andozasi oddiy andozalardan farqlanadi. Albatta asos andoza kerak bo'ladi. Mariams metodi bilan biz andozalarni ikki xil usulda tayyorlaymiz. Ya'ni asos andozani o'zidan yoki bo'lmasam razrabotka bo'lgan andozalardan foydalanamiz. Mana shu siz ko'rib turgan andozalar razrabotka bo'lgan andozalar. Bizga asos andoza kerak bo'ladi. Mana shu asos andozadan oversize andozasini qanday tayyorlashni men sizga ochiq sirlarini ko'rsatib beryapman. Birinchi bo'lib oldi andozasini tayyorlaymiz. Plyonkani qo'yamiz, yonidan 4 cm pribavka, ya'ni kenglik qo'shdim. Yuqoridan yelkamizdan asos andozadan 2 cm tushirdim, tashqarisiga ham 2 cm qo'shimcha qo'shdim. Yangi proyma chizig'ini chizib oldim. Bel chiziqlaridan yuqoriga 8 cm ni ko'tardim. Ko'krak markazi bilan bel chizig'ini o'rtasini oldim men. Xohlasangiz buni yuqoriroq yoki pastroq belgilasangiz ham bo'ladi. Orqa asos andozani ustidan plyonkani qo'ydim. Xuddi shunday oldida necha santimetr pribavka qo'ygan bo'lsam 4 cm pribavka, yelkalardan 2 cm qo'shib yangi proymani chizib oldim, bellardan 8 cm ga ko'tardim. Mana ko'rib turganingizdek, biz osnova yordamida xuddi shunday oversize oldi orqa andozalarni tayyorlab oldik. Oldiga tugma haqqi uchun 2 cm qo'shdim. Oldi ochilishni 9 cm qilib yoylashtirdim. Gorizontal chiziqlarni ajratib, vertikal chiziqlarga bir nechta bo'laklarga bo'lib raqamlab oldim. Yelka chiziqlarni tutashtirib, orqa bo'yin o'yindig'ini ham chizib oldim. Batafsil bu video darsligimiz Telegram kanalda berilgan. Agar siz ham to'liq video darslikni o'rganishni xohlasangiz, hoziroq izohlarda plyus qoldiring.